Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar va qadrli kanalimiz obunachilari. Bugun juda muhim, hatto shoshilinch xabarni sizga yetkazish uchun ekranlaringiz qarshisidaman. Bu ma'lumot har bir pensionerga, yaqinlari pensioner bo'lganlarga va kelajakda pensiya olishni rejalashtirayotganlarning barchasiga tegishli. Gap shundaki, 2026 yil 1 maydan boshlab pensionerlar uchun yangi talablar kuchga kiradi va bu talablar ko'pchilikni ancha bosh ko'tarishga majbur qilishi mumkin. Bu o'zgarishlarga tayyor bo'lish, pensiyangizni muammosiz olish uchun hozirdan boshlab aniq qadamlar tashlashingiz shart. Shuning uchun iltimos diqqat bilan tinglang, chunki bugungi ma'lumot nafaqat sizning kelajakdagi farovonligingizga, balki bugungi tinchligingizga ham bevosita ta'sir qiladi. Videoni oxirigacha ko'ring, barcha savollaringizga javob topasiz. Va albatta kanalimizga obuna bo'lishni va videoga like bosishni unutmang. Bu bizga bunday muhim ma'lumotlarni yanada ko'proq odamlarga yetkazishga yordam beradi. Keling avvalo muammoning mohiyatini tushunib olaylik. Pensiya tizimi doimiy ravishda takomillashib boradi, ammo har qanday takomillashish ba'zan yangi qoidalarni o'rnatadi. Ilgari ko'pchilik uchun pensiyani rasmiylashtirish jarayoni ancha sodda edi. Ish daftarchasi, pasport va ba'zi hollarda tug'ilganlik to'g'risidagi guvohnoma kabi hujjatlar odatda yetarli bo'lar edi. Pensiya jamg'armasi xodimlari ish joylaridan ma'lumotlarni so'rab olishlari yoki pensionerning taqdim etgan hujjatlariga asoslanib qaror qabul qilishlari mumkin edi. Asosan qog'oz hujjatlar ifsmasibata pamari amanatama asasabasam isas paza aman avatandarna vaftatan datarkan sambatakas datakchasi yozuvlari, arxiv ma'lumotnomalari, maosh to'g'risidagi sertifikatlar, barcha asosiy ma'lumotlar manbai bo'lib xizmat qilardi. Elektron tizimlar mavjud bo'lsa-da, ularning ahamiyati va majburiyligi hozirgidek emas edi. Ko'pincha pensiya rasmiylashtirishda inson omili muhim rol o'ynagan tajribali mutaxassislar eski qog'oz hujjatlardagi kamchiliklarga ko'z yumib, vaziyatga mos ravishda yechim topishga harakat qilishgan. Ayniqsa, Sovet davrida ishlaganlar uchun ba'zi ma'lumotlarni tiklash yoki tasdiqlash ancha murakkab bo'lsa-da, tizim bunga nisbatan bir muncha moslashuvchan yondashar edi. Hatto ish daftarchasidagi satollar ham ko'pincha mahalliy pensiya jamg'armasi bo'limlari tomonidan tushunish bilan qabul qilingan va ba'zi holatlarda qo'shimcha hujjatlar talab qilmasdan hal etilgan. Endi esa vaziyat tubdan o'zgarmoqda. 2026 yil 1 maydan boshlab barcha pensiya hisob kitoblari va rasmiylashtirishlari to'liq raqamli tizimga o'tkaziladi. Bu shuni anglatadiki, sizning har bir ish joyingiz, har bir ish haqi miqdori, har bir mehnat stajingiz to'liq elektron bazada aniq va shaffof tarzda qayd etilgan bo'lishi shart. Agar ma'lumotlaringiz elektron bazada mavjud bo'lmasa, bu ma'lumotlar pensiya jamg'armasi tomonidan inobatga olinmasligi mumkin. Asosiy o'zgarish shundaki, endilikda pensionerning barcha mehnat staji va daromadlari haqidagi ma'lumotlar to'liq elektron shaklda yagona davlat ma'lumotlar bazasida mavjud bo'lishi talab etiladi. Bu degani qog'ozdagi ish daftarchangiz yoki arxiv ma'lumotnomangiz birinchi navbatda elektron bazadagi ma'lumotlar bilan solishtiriladi va agar ma'lumotlar mos kelmasa, pensiya jamg'armasi elektron bazadagi ma'lumotlarga ustunlik beradi. Bunday holatda sizning qog'oz hujjatlaringizni tasdiqlash uchun qo'shimcha va murakkab jarayonlardan o'tishingizga to'g'ri keladi. Bu esa pensiya rasmiylashtirish muddatini sezilarli darajada cho'zib yuborishi, hatto ba'zi hollarda pensiya miqdoriga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Bundan tashqari, ayrim turdagi norasmiy ishlar yoki xorijda topilgan daromadlarni tasdiqlash qoidalari ham ancha qat'iylashadi. Maqsad pensiya tizimida shaffoflikni oshirish, noqonuniy pensiya olish holatlarini bartaraf etish va har bir fuqaroning haqiqiy mehnat staji hamda daromadlariga mos pensiya tayinlanishini ta'minlash. Bu islohot uzoq muddatda tizimni yanada adolatli va samarali qilishga xizmat qiladi, ammo o'tish davri ba'zi qiyinchiliklarni keltirib chiqarishi mumkin. Keling endi kimga bu o'zgarishlardan xavotir olish kerak, kimga esa yo'q, shuningdek nimalarni bilishimiz lozimligini batafsil ko'rib chiqamiz. Birinchi navbatda xavotir olmasligi mumkin bo'lganlar haqida gaplashaylik. Agar siz 2005 yildan keyin rasmiy ishga joylashgan bo'lsangiz va doimiy ravishda ish haqingizdan ijtimoiy ajratmalar to'lagan bo'lsangiz, shuningdek ish joyingiz sizning ma'lumotlaringizni elektron tizimga to'g'ri kiritgan bo'lsa, siz uchun katta xavotirga o'rin yo'q. Masalan, Gulchehra oppa 2007 yildan buyon maktabda ona tili va adabiyoti o'qituvchisi bo'lib ishlaydi. Uning barcha mehnat staji, ish haqi to'g'risidagi ma'lumotlari yagona mehnat milliy tizimi, YMT
yoki shu kabi elektron bazada to'liq va to'g'ri aks etgan, u hech qachon ishdan ketmagan, o'zgartirmagan, barcha oylik maoshlari bank kartasiga tushgan va barcha ijtimoiy sug'urta ajratmalari belgilangan tartibda amalga oshirilgan. Gulchehra upa uchun etwazen o'tirishi yil maydan keyin pensiya rasmiylashtirish jarayoni juda oson kechadi. U pensiya jamg'a armasiga murojaat qilganida uning barcha ma'lumotlari elektron bazadan avtomatik tarzda yuklab olinadi va hech qanday qo'shimcha talablar deyisham bas sirazazan deyishar izdamat sabab sharsira tishiya va qilinmasligi ehtimoli yuqori. Uning holatida pensiya darhol va to'liq miqdorda tayinlanishi kutiladi. Uning mehnat daftarchasidagi ma'lumotlar va elektron bazadagi ma'lumotlar o'rtasida hech qanday tafovut bo'lmasligi sababli uning pensiya masalasi bir necha kun ichida ijobiy hal bo'ladi. Endi esa kimlarga xavotir olish kerakligi va zudlik bilan harakat qilish zarurligi haqida gapiraylik. Agar siz quyidagi guruhlardan biriga mansub bo'lsangiz, diqqatingizni jamlang va keyingi tavsiyalarga quloq soling. Birinchidan, agar sizning mehnat stajingizning bir qismi yoki to'liq qismi 2005 yilgacha bo'lsa, ya'ni qog'oz ish daftarchalari davrida ishlagan bo'lsangiz, sizga jiddiy tayyorgarlik kerak bo'ladi. Bu davrdagi ma'lumotlar ko'pincha elektron bazalarga to'liq kiritilmagan bo'ladi. Masalan, Saidamaki 1970 yildan 2003 yilgacha katta zavodda ishlagan. Keyin esa bir necha yil kichik korxonada norasmiy tarzda ishlagan. Uning ish daftarchasi zavodda ishlagan davridagi yozuvlar bilan to'la. Ammo zavod yillar o'tib o'z faoliyatini to'xtatdi to'xtatgan va intishini va tafatishi va ana azon ishini inkishida arxiv hujjatlari hozir qayerda saqlanayotganligi noma'lum. Keyingi norasmiy ishlari esa umuman hech qanday joyda qayd etilmagan. 2020 yilga kelib Saidamaki pensiyaga chiqish uchun murojaat qilganida uning zavodda ishlagan stajining elektron bazada aks etmasligi muammosi yuzaga keladi. Bu holatda pensiya jamg'armasi uning ish daftarchasidagi yozuvlarni tan olmaydi, chunki ular elektron bazada tasdiqlanmagan. Said amakining oldida ikkita yo'l turadi. Yo o'sha zavodning arxivini topib mehnat staji va ish haqi to'g'risida ma'lumotnoma olish, yo bo'lmasa sud orqali o'z mehnat stajini tasdiqlash. Bu jarayonlar esa juda ko'p vaqt, asab va mablag' talab qiladi. Hatto agar arxiv topilsa ham o'sha davrdagi ma'lumotlarning to'liq saqlanib qolmaganlik ehtimoli bor. Norasmiy ishi esa umuman hech qanday pensiya hisobiga o'tmaydi. Ikkinchidan, agar siz Sorrida ishlagan bo'lsangiz, tashqi mehnat migratsiyasi agentligi orqali rasmiy shartnoma bilan ishlaganlar uchun ma'lumotlar to'g'ri kiritilgan bo'lishi mumkin, ammo Sorrida norasmiy ishlaganlar, ya'ni shaxsan o'zi borib ishlab kelganlar uchun stajni tasdiqlash juda murakkab masala. Dilfuza opani olaylik. Dilfuza opa 10 yil davomida Rossiyada ishlab kelgan, pulini uyga jo'natgan, lekin u yerda rasmiy ishga joylashmagan, soliq to'lamagan va pensiya jamg'armasiga hech qanday ajratmalar kiritmagan. Uning qo'lida faqat pasportidagi chegara kesib o'tganlik haqidagi shtamplar va chet eldagi do'stlari bilan birga tushgan rasmlari bor xolos. 2007 yil 2 maydan keyin u pensiya rasmiylashtirish uchun murojaat qilganida uning Rossiyadagi mehnat staji umuman hisobga olinmaydi. Zero, buning uchun hech qanday rasmiy elektron ma'lumot yo'q. Faqat O'zbekiston hududidagi tasdiqlangan staji inobatga olinadi. Bu esa uning pensiya miqdorini sezilarli darajada kamaytiradi. Agarda Uksorijdagi ishlagan stajini hisoblatishni istasa, o'sha mamlakatning pensiya qonunchiligiga muvofiq harakat qilishi va pensiya jamg'armasiga tegishli hujjatlarni taqdim etishi kerak bo'ladi. Lekin norasmiy ishlagan bo'lsa, bu deyarli imkonsiz. Uchinchidan, agar sizning ish daftarchangizda qisatolar, noaniqliklar, o'chirilgan yozuvlar yoki yozuvlar orasida bo'sh joylar mavjud bo'lsa, sizga ham jiddiy e'tibor berish lozim. Hatto bir harfning noto'g'ri yozilishi ham. Masalan, familiyangizda yoki ishga qabul qilingan sana noto'g'ri ko'rsatilgan bo'lsa ham bu muammo tug'dirishi mumkin. Avaz akamiz 1995 yildan 2000 yilgacha turli korxonalarda ishlagan. Uning ish daftarchasida 2-3 joyda ishdan bo'shatilgan sanasi va keyingi ishga kirgan sanasi o'rtasida bir necha oylik bo'shliqlar bor.
Ba'zi joylarda korksononomi to'liq yozilmagan, pechat izlari aniq emas. Elektron bazada esa bu ma'lumotlar umuman aks etmagan yoki satolar bilan kiritilgan. 2026 yil 1 maydan so'ng pensiya jamg'armasi uning ish daftarchasidagi bunday kamchiliklarga jiddiy e'tibor beradi. Har bir bo'shlik, har bir ksato elektron bazadagi ma'lumotlar bilan solishtiriladi va agar mos kelmasa, staj qismi inobatga olinmaydi. Avaz akaga o'sha korksonalarga murojaat qilib, aniqlashtiruvchi ma'lumotnomalar olishga to'g'ri keladi. Ammo bu korksonalar yopilgan yoki o'z nomini o'zgartirgan bo'lsa, bu jarayon juda murakkablashadi. Hatto sudga murojaat qilish zarurati ham yuzaga kelishi mumkin. 4-dan, agar siz yakka tartibdagi tadbirkor bo'lgan bo'lsangiz yoki shaxsiy tomorqa so'jaligida ishlagan bo'lsangiz, shuningdek, agar siz ilgari shaxsiy yordamchi so'jaliklarda yoki oilaviy tadbirkorlik doirasida ishlagan bo'lsangiz va o'sha davrdagi ijtimoiy ajratmalaringizni to'g'a rasmiyleştirmagan bo'lsangiz, bu turdagi faoliyatlar uchun ham endi qat'iy elektron ro'yxatga olish talab qilinadi. Baxtiyor aka 2000 yillarning boshida bir necha yil yakka tartibdagi tadbirkor bo'lgan, keyin esa qishloq sozo jaligida o'zining tomorqa yerida dehqonchilik qilgan. Uning faoliyati rasman hujjatlashtirilgan, ammo ijtimoiy sug'urta ajratmalarini to'liq va muntazam to'lamagan. Keyinchalik esa bu boradagi hujjatlar yo'qolib ketgan. 2026 yildan keyin Baxtiyor aka pensiyaga chiqqanida uning shu davrdagi staji avtomatik ravishda tan olinmaydi. Chunki elektron bazada tegishli to'lovlar va rasmiy hisobotlar yo'q. Uning oldida yo o'sha davrdagi soliq inspeksiyasi arxivlaridan ma'lumotnoma topish, yo bo'lmasa sud orqali stajini tiklash vazifasi turadi. Bu esa juda murakkab. Chunki ko'pincha bu turdagi hujjatlar eskirib ketgan yoki yo'qolib ketgan bo'ladi. 5-dan, agar sizda davlat organlari tomonidan beriladigan maxsus imtiyozlar, masalan chekka hududlarda ishlaganlik, uzoq muddatlik xizmat yoki savfli sharoitlarda ishlaganlik mavjud bo'lsa va bu imtiyozlar rasman tasdiqlanmagan bo'lsa, masalan tog'li hududda ishlagan shifokorlar yoki o'qituvchilar uchun imtiyozlar bo'lishi mumkin. Agar bu imtiyozlar sizning mehnat daftarchangizga to'g'ri kiritilmagan bo'lsa va elektron bazada aks etmagan bo'lsa, 2026 yildan keyin ularni tasdiqlash ancha murakkablashadi. Bunday holda sizga tegishli vazirliklar yoki muassasalardan maxsus ma'lumotnomalar olish talab etiladi. Bu esa qo'shimcha bürokratik to'siqlarni keltirib chiqarishi mumkin. Endi esa ushbu yangi qoidalardagi ba'zi istisnolar, qiyinchiliklar va noaniq jihatlarni ko'rib chiqamiz. Birinchi istisno bu ayrim toifadagi fuqarolar, masalan harbiy xizmatchilar yoki huquqni muhofaza qiluvchi organlar xodimlarining pensiyalari, ularning pensiya ta'minoti tizimi o'ziga xos qonunlar va nizomlar bilan tartibga solinadi. Ularning mehnat staji ko'pincha alohida idroviya, elektron bazalarda yuritiladi va umumiy fuqarolik pensiya tizimidan farq qiladi. Shuning uchun ular uchun yangi talablar biroz boshqacha ko'rinishda bo'lishi mumkin, ammo baribir ularning barcha ma'lumotlari ham to'liq elektronlashgan bo'lishi shart. Agar siz shunday toifaga mansub bo'lsangiz, o'zingiz xizmat qilgan muassasaning kadrlar bo'limi yoki pensiya bo'limi bilan bog'lanib, barcha ma'lumotlaringizning elektron bazada to'liq mavjudligini tekshirishingiz zarur. Ikkinchi bir noaniq jihat, bu arxivlarda saqlanayotgan qog'oz hujjatlarning elektron bazaga o'tkazilishi bilan bog'liq. Hukumat arxiv ma'lumotlarini raqamlashtirish bo'yicha katta ish olib borayotgan bo'lsa-da, barcha ma'lumotlarni o'sha 5 yil etmaygacha to'liq raqamlashtirish juda katta ish. Ba'zi eski hujjatlar sifati yomonligi, yozuvlarning o'chganligi yoki umumiy tartiblashtirishdagi kamchiliklar sababli elektron bazaga kiritishda muammolar yuzaga kelishi mumkin. Bu degani, hatto sizning barcha qog'oz hujjatlaringiz mukammal bo'lsa ham, ularning elektron bazaga to'g'ri kiritilganligini kafolatlash qiyin. Shu bois sizning faol ishtirokingiz talab etiladi. Sizning o'zingizning hujjatlaringizni tekshirishingiz, kamchiliklarni aniqlashingiz va pensiya jamg'armasiga murojaat qilishingiz bu ma'lumotlarni elektron bazaga kiritishda yordam berishi mumkin. Misol uchun Mirza Karim aka 1975 yildan 1990 yilgacha yirik Paxta zavodida ishlagan. Zavod yopilgan, ammo uning arxiv hujjatlari markaziy davlat arxiviga topshirilgan.
Agar arksiv sodimlari bu hujjatlarni elektron bazaga kiritishda qisatolikka yo'l qo'ygan bo'lsa yoki ba'zi sahifalar o'qilmasligi sababli kiritilmagan bo'lsa, Mirza Karim aka pensiyaga chiqqanida uning shu davrdagi staji inobatga olinmasligi mumkin. Bu holatda Mirza Karim akaga arksivga shaxsan borib, o'zining ma'lumotlarini tekshirib, pensiya jamg'armasiga tegishli ma'lumotnomalarni taqdim etishi kerak bo'ladi. Uchinchi bir pitfall bu maosh to'g'risidagi ma'lumotlar. Pensiya miqdori nafaqat stajga, balki ish haqi miqdoriga ham bog'liq. Agar sizning ish haqingiz haqidagi ma'lumotlar نبتدأ أبا بازا با اللي كذا زتزت تتاز دو تقدت تتزاد طولق يوكي توغري أكس أتمغان بولسا بو هم بنسيا مقداريغا سلبي تأثير كورساتيش ممكن أي نقصة إلغاري نقد بول دا أويلك أولغانلار يوكي ما أشينين بالقسم كونفرتا بالإلغانلار وچون بوكتا مؤمو بنسيا جمغ أرماسي إلكترون بازاداغي رسمي معوش معلوماتلاريغا tayanadi. Agar sizning ish haqingiz to'g'risidagi ma'lumotlar bazada aks etmagan bo'lsa, sizga korxona hisob sonasidan ma'lumotnoma olishingiz kerak bo'ladi. Agar korxona yopilgan bo'lsa, bu ma'lumotnomani arxivdan olish qiyinchilik tug'dirishi mumkin. Masalan, Nargiza opa 1994 nima tishilak erilen innakittiram la tatamala allar tanatamaddan dattalada. Ama tanda pideda kredit kooperativda hisobchi bo'lib ishlagan, lekin o'sha davrda maoshlar qisman konvertda, qisman bank orqali berilgan, konvertdagi qismga hech qanday ijtimoiy ajratmalar to'lanmagan pensiya rasmiylashtirishda. Uning pensiyasi faqat bank orqali olingan rasmiy maosh qismidan hisoblanadi. Bu esa uning pensiya miqdorini sezilarli darajada kamaytiradi. Uning oldida o'sha kooperativdan agar u hali mavjud bo'lsa, to'liq maosh to'g'risida ma'lumotnoma olish yoki sud orqali haqiqiy daromadini tasdiqlash vazifasi turadi. 4-chi bir aniq nuans bu turli ijtimoiy to'lovlar va nafaqalar olgan ayollar uchun stajni hisoblash. Bolani parvarishlash ta'tilida bo'lgan ayollar uchun davrlar avtomatik tarzda stajga qo'shiladi. Ammo agar bu davrlar elektron bazada to'g'ri aks etmagan bo'lsa, muammolar yuzaga kelishi mumkin. Farhodning rafiqasi 1997 yildan 2010 yilgacha 3 nafar farzandiga qarab mehnat ta'tilida bo'lgan. Uning mehnat daftarchasida bu holat yozilgan, ammo elektron bazada bu davrlar to'liq aks etmagan. U pensiyaga chiqqanida unga pensiya jamg'armasi bolalari tug'ilganlik to'g'risidagi guvohnomalarini va o'sha davrdagi ish joyidan ma'lumotnomani taqdim etishini so'raydi. Agar uning ish joyi yopilgan bo'lsa, bu ham qo'shimcha bo'shog'riqlarni keltirib chiqarishi mumkin. Endi esa eng muhim qismga o'tamiz. Amaliy maslahatlar, ya'ni siz nima qilishingiz kerak, qayerga borish, qanday hujjatlarni to'plash va nimalarni yozishi lozimligi haqida aniq ko'rsatmalar beraman. Birinchi qadam barcha hujjatlaringizni to'plang va tartibga soling. Bu sizning pasportingiz, ish daftarchangiz, diplomlaringiz agar bo'lsa, nikoh guvohnomangiz agar familiyangiz o'zgargan bo'lsa, tug'ilganlik to'g'risidagi guvohnomangiz agar bolalaringizni parvarishlash bo'yicha staj hisoblanishini istasangiz va boshqa mehnat faoliyatingizni tasdiqlovchi har qanday hujjatlar bo'lishi mumkin. Hujjatlaringizning asl nussalarini va ularning nussalarini tayyorlab qo'ying. Ayniqsa ish daftarchangizni diqqat bilan tekshiring. Undagi har bir yozuv aniq o'qiladimi? Korxona nomlari, ishga qabul qilingan va ishdan bo'shatilgan sanalar to'g'ri yozilganmi? Pechat izlari aniqmi? Familiyangiz o'zgargan bo'lsa, ish daftarchasidagi familiya, pasportdagi familiya va nikoh guvohnomasidagi familiya bir-biriga mos kelishini tekshiring. Agar ish daftarchangizda o'chirilgan joylar, tuzatishlar yoki aniq bo'lmagan yozuvlar bo'lsa, ularni hozirdan boshlab tartibga solishga harakat qiling. Masalan, agar ish daftarchangizning bir sahifasidagi sana noto'g'ri yozilgan bo'lsa, siz o'sha korxonaning kadrlar bo'limiga murojaat qilib, qisatoni to'g'rilashni yoki aniqlashtiruvchi ma'lumotnoma berishni so'rashingiz kerak. Ikkinchi qadam, o'z mehnat stajingiz haqidagi elektron ma'lumotlarni tekshiring. Buning uchun siz yagona interaktiv davlat xizmatlari portali my.gov.uz orqali yoki pensiya jamg'armasining rasmiy veb sayti orqali
mehnat daftarchasi to'g'risidagi ma'lumotnoma yoki staj haqidagi ma'lumot xizmatini olishingiz mumkin. Bu xizmat orqali sizning barcha rasmiy mehnat stajingiz elektron shaklda ko'rsatiladi. Bu xizmatdan foydalanish uchun sizga e-imzo, elektron raqamli imzo kerak bo'ladi. Agar sizda e-imzo bo'lmasa, soliq idoralariga murojaat qilib uni olishingiz lozim. Elektron bazadagi ma'lumotlarni sizning qog'oz ish daftarchangizdagi ma'lumotlar bilan qiyoslang. Agar tafovutlar mavjud bo'lsa, masalan, ishga qabul qilingan sana noto'g'ri ko'rsatilgan bo'lsa yoki biron bir ish joyidagi stajingiz umuman aks etmagan bo'lsa, bu qizil bayroqdir. Bu holatda darhol harakat qilishingiz kerak. Hatto har bir harfning to'g'riligiga ham e'tibor bering. Chunki kompyuter tizimi har bir tafovutni qisqato deb qabul qilishi mumkin. Agar siz qog'ozda ko'rsatilganidek to'liq 30 yil stajga ega bo'lsangiz, lekin elektron bazada 25 yil aks etsa, bu sizning pensiya miqdoriga katta ta'sir ko'rsatadi. 3-qadam aniqlangan tafovutlarni bartaraf etish. Agar elektron bazadagi ma'lumotlar sizning qog'oz hujjatlaringizdagi ma'lumotlarga mos kelmasa, darhol harakat qiling. Korxonaga murojaat qiling. Agar siz hozirda ishlayotgan bo'lsangiz yoki ilgari ishlagan korxonangiz hali faoliyat yuritayotgan bo'lsa, u yerning kadrlar bo'limiga yoki hisobxonasiga murojaat qiling. Ulardan elektron bazaga ma'lumotlarni to'g'ri kiritishni yoki sizga tasdiqlovchi ma'lumotnoma berishni so'rang. Masalan, agar sizning mehnat daftarchangizda 1960-yildan 2000 yilgacha bo'lgan davr noto'g'ri ko'rsatilgan bo'lsa, korxonangizdan shu davrdagi mehnat faoliyatingiz va ish haqingiz to'g'risidagi tasdiqlovchi ma'lumotnomani, shuningdek ishga qabul qilish va ishdan bo'shatish buyruqlarining nusxalarini oling. Bu hujjatlar sizning elektron bazadagi ma'lumotlaringizni to'g'rilash uchun asos bo'ladi. Arxivga murojaat qiling. Agar korxona yopilgan bo'lsa yoki faoliyatini tugatgan bo'lsa, uning arxiv hujjatlari markaziy davlat arxivlariga yoki viloyat arxivlariga topshirilgan bo'lishi mumkin. O'z shahringiz yoki viloyatingizdagi arxivlar bilan bog'lanib, sizga tegishli hujjatlarni qayerdan topish mumkinligini aniqlang. Arxivdan mehnat staji va ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnomalar olishingiz kerak bo'ladi. Bu jarayon biroz vaqt talab qilishi mumkin, shuning uchun hozirdan boshlash muhim. Misol uchun, Mirza Karim akaning vaziyatida u shaharning davlat arxiviga murojaat qilib, Sobiq Paksta zavodining hujjatlari saqlanayotgan joyini aniqlaydi. So'rov yuborib, o'zining shaxsiy yig'ma jildidan ishga qabul qilinganligi, ishdan bo'shatilganligi va maosh to'g'risidagi ma'lumotnomalarni olishi shart. Bu hujjatlarni pensiya jamg'armasiga taqdim etishi kerak bo'ladi. Sudga murojaat qiling. Agar korxona topilmasa, arxiv ma'lumotlari mavjud bo'lmasa yoki yetarli bo'lmasa, oksirgi chora sifatida sud orqali o'z mehnat stajingizni tasdiqlashingiz mumkin. Bu jarayon ancha murakkab va advokat yordami talab qilishi mumkin. Sizga guvohlar, siz bilan birga ishlagan shaxslar ko'rsatmasi, qo'shimcha hujjatlar, masalan mukofot qog'ozlari, kasaba uyushmasi chiptasi, xizmat ko'rsatganlik haqidagi sertifikatlar kerak bo'ladi. Misol uchun, Saidam aka o'zining zavodda ishlagan stajini tasdiqlash uchun adichinna sudga murojaat qilishiga to'g'ri keladi. Uning advokati shu zavodda u bilan birga ishlagan 3 guvohni topib, ularning ko'rsatmalarini olishi kerak. Shuningdek, zavod tomonidan unga berilgan faksri yorliklar, medallar kabi hujjatlarni ham sudda dalil sifatida ishlatish mumkin. 4-qadam xorijda ishlagan stajni hisobga olish. Agar siz xorijda ishlagan bo'lsangiz va o'sha davrdagi stajingizni pensiyangizga qo'shishni istasangiz, avvalo xorijdagi ish joyingizdan rasmiy ma'lumotnoma olishingiz kerak. Bu ma'lumotnoma mehnat staji, ish haqi va ijtimoiy ajratmalar to'g'risidagi ma'lumotlarni o'z ichiga olishi kerak. Ushbu hujjatlar tegishli tartibda legallashtirilgan yoki apostil qo'yilgan bo'lishi shart. Keyin bu hujjatlarni pensiya jamg'armasiga taqdim etishingiz lozim. Ammo eslatib o'taman, norasmiy ishlagan stajni hisoblash deyarli imkonsizdir. Bu borada O'zbekiston Respublikasining xalqaro shartnomalari hamda pensiya ta'minoti to'g'risidagi 2 tomonlama bitimlar mavjud bo'lishi mumkin. Masalan, Rossiya bilan pensiya bo'yicha kelishuvlar mavjud. Agar siz Rossiyada rasman ishlagan bo'lsangiz, o'sha yerdagi pensiya jamsma qalamlari samtan ma'lumotnoma olib, uni tarjima qilib O'zbekistondagi pensiya jamg'armasiga taqdim etishingiz lozim. Dilfuza opa o'zining Rossiyadagi norasmiy stajini hisoblata olmaydi, lekin agarda Rossiyadagi pensiya jamg'armasiga o'zining
ishlagan davridagi ijtimoiy to'lovlari haqida ma'lumotnoma taqdim etsa, bu ma'lumotlar O'zbekistondagi pensiya stajiga qo'shilishi mumkin. Bu jarayon ikki davlat o'rtasidagi shartnomalarga bog'liq. 5-qadam tezkor bo'ling. Bu ishlarni qoldirmasdan hozirdan boshlang. 2026 yil 1 maygacha atigi 2 yildan ozroq vaqt qoldi. Yuqorida aytib o'tganimdek, hujjatlarni to'plash, arxivlardan ma'lumotnoma olish, ayniqsa orqali stajni tasdiqlash jarayonlari uzoq vaqt talab qiladi. Oksirgi daqiqaga qoldirsangiz, pensiyangizni rasmiylashtirishda juda katta muammolarga duch kelishingiz, hattoki bir necha oyga kechikib pensiyasiz qolishingiz mumkin. Bundan tashqari muddat yaqinlashgani sari bu xizmatlarga talab ortib, navbatlar uzayishi mumkin. Hurmatli do'stlar, umid qilamanki bugungi ma'lumotlar siz uchun foydali bo'ldi. Yuqorida aytib o'tgan barcha tavsiyalarga amal qiling. Hujjatlaringizni hozirdan boshlab tartibga soling. Elektron bazadagi ma'lumotlarni tekshiring va agar kamchiliklar bo'lsa, ularni bartaraf etish uchun zudlik bilan chora ko'ring. Pensiya bu har bir insonning munosib qariyalik davri uchun asosiy kafolatdir. Unga e'tiborsizlik bilan qaramaslik kerak. Eslatib o'taman. Bu videoda berilgan ma'lumotlar umumiy tavsiyalar xolos. Har bir holat o'ziga xos bo'lishi mumkin. Shuning uchun shaxsiy vaziyatingizni aniqlashtirish uchun pensiya jamg'armasining hududiy bo'limlariga yoki yuridik maslahatchilarga murojaat qilishingizni tavsiya qilaman. Videoni shu yerda tugatamiz. Agar sizda savollar tug'ilgan bo'lsa, iltimos ularni izohlarda yozib qoldiring. Men ularga imkon qadar javob berishga harakat qilaman. Videoni foydali deb bilgan bo'lsangiz, albatta unga like bosing va kanalimizga obuna bo'ling. Bu sizga yangi muhim ma'lumotlarni birinchilardan bo'lib olishga yordam beradi. Sog' bo'ling va o'zingizni ehtiyot qiling.